Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Qonun faqat qog'ozdami kanal muallifi Qudratullo Qurbonov yana sizlar bilan birgalikda. Azizlar, bugungi murojaatim Qudratullo Sagatovich Rafiqovga bo'ladi, senator. Azizlar, senator Qudratullo Sagatovich Rafiqov O'zbekiston Respublikasining gerbini almashtirmoqchi bo'libdilar. Ya'ni yangi o'zlari tavsiya qilgan gerbni ko'rsatibdilar. Mana qaranglar, bir ham xunuk. Azizlar, men mana shu ikkita gerbni hozirgi o'zimizning juda ham chiroyli dizayn bilan ishlagan, ma'nolari ko'p gerbimiz bilan Qudratullo Sagatovich Rafiqov tavsiya qiladigan gerbni ayrim narsalarni ko'rib chiqdimda. O'zimizda gerbimizda 8 qirrali yulduz, komillik, abadiylik va islomiy meros ramzi deyilgan. 8 qirrali yulduz va yarim oy shakli. Qirra 8 ta. Yangi senatorimiz Qudratullo Rafiqov tavsiya qilgan gerbda esa 8 qirrali yulduzni o'rniga 12 qirrali yulduz debdilar. 12 ta viloyat birligi, ma'naviyat va yangi hayot ramzi debdilar. Hurmatli Qudratullo Rafiqov, maktabda matematika fanini o'tganmisiz? Algebra fanini o'tganmisiz? Sanashni bilasizmi? Siz qo'ygan yulduz ham 8 qirrakmi? 12 ta emas-ku. Keyin hozir 12 ta viloyat bir emasmi? 12 ta viloyatning birligi yo'qmi? Men tushunmadim. Hozirgi gerbimizda 8 qirrali yulduz va yarim oy kiritilgan komillik, abadiylik va islomiy meros ramzi deyilgan. Qani sizlikda islomiy meros ramzi? Nima, siz bu bilan masjidlarni buzdirmoqchimisiz? Gerbimizda yo'q deb. Undan tashqari paxta va bug'doy, qishloq xo'jaligi, mo'l-ko'lchilik va farovonlik ramzi, o'zimiz. Sizda qo'ygan zaytun o'simligi novdalarichi? Tinchlik, boqiylik debsiz. Xalqaro hamkorlik va osoyishtalik ramzi. Qayerdan oldingiz bu gapni? O'zi bu zaytun o'simligi arpaga o'xshaydi. Arpani esa mol yeydi, odam emas. Nima, siz O'zbekiston aholisini molga tenglashtiryapsizmi? Bug'doyimiz, rizq ro'zimiz, un, non, pishiriqlar qilib yeymiz, iste'mol qilamiz. Makaron, shunga o'xshash hamma narsa shu bug'doydan bo'ladi-ku. Siz yemaysizmi, iste'mol qilmaysizmi? Paxtamiz oq oltin deb nom olgan. Men hozir yozib oldim bir ikkita narsani. O'zbekistonda yetishtirib eksport qilinadigan paxtamiz dunyoga oq oltin nomi bilan mashhur. Dunyoning ko'p mamlakatlariga paxtamizni eksport qilamiz, oq oltinimizni. Shuni bilasizmi siz? Paxtamiz oltinga tenglashtirilib oq oltin nomi olgan. Zaytunni esa qaysi mamlakat eksport qiladi? Bilasizmi? Jahon bozoridagi eng yirik zaytun va zaytun moyi yetishtirib eksport qiluvchi davlatlar Ispaniya, Italiya va Gretsiya hisoblanadi. O'zbekiston emas. Paxta o'zimizniki, O'zbekistonniki, vatani O'zbekiston.
Zaytunning vatani qayer? Bilasizmi? Meni shaxsiy fikrim, zaytunning vatani yo'q o'simlik. Chunki zaytun O'rta Yer dengizi havzasi mamlakatlarining qadimiy mahsuloti hisoblangan. O'rta Yer dengizi mamlakatlarining deyapti. Bitta mamlakat emas bu yerda. Gretsiya, Turkiya, Suriya va Falastin mamlakatlarini zaytunning vatani deb belgilayapti. Ko'ryapsizmi? Bitta emas uni vatani. Har bir mamlakat vaqtni o'ziga olganda vatan qilib, zaytunga vatan nomini bergan. Bunday olganda qochoqlar, sotqinlar, xoinlar bu mamlakatdan bu mamlakatga, bu mamlakatdan bu mamlakatga ko'chib, o'sha mamlakatni vatan qilib oladi. Haqiqiy vijdoni pok, sofdil, mard insonning vatani bitta bo'ladi. Shuni unutmang siz. Yo sizni ham vataningiz O'zbekiston emasmi? Men tushunmadim bunga. Azizlar, yana bitta narsasi bor. Qudratilla Sagatovich Rafiqovga savolim bor. Yer, pasport, ID karta, davlat muhrlari, diplomatik vakolatli korxonalarda va shunga o'xshash ko'p hujjatlarda ishlatiladi. Yer tasviri borda. Endi Qudratilla Rafiqovga savol. Bu yangi yer chiqqandan keyin bularni qayta ishlab barchasini yangilash, almashtirishga qancha mablag' ketadi? Masalan, davlat mukofotlarini olaylik, orden va medallarni. Budjetimizdan qancha pul ketadi? Mayli, buni budjetimiz to'lab ham berdik. Lekin hisoblab ko'ringlar, bir kishiga tug'ilganda metrga, tug'ilganlik guvohnomasi, undan keyin maktabda shahodatnoma, attestat, diplom 2-3 ta, kamida 2-3 ta. Undan keyin pasportli fuqarolik yoki ID kartasi, voyinbilet harbiy guvohnomasi, haydovchilik guvohnomasi, texpasport, uyning kadastr hujjatlari va shunga o'xshash hujjatlar juda ham ko'p. Kamida bir kishiga 10 ta 12 ta hujjat to'g'ri keladi. Bu degani 4 million dan kami, ko'pi 6 million, 7 milliongacha bo'ladi xarajat. Hatto o'lim guvohnomasiga ham gerbimiz bor. Endi nima? Xalq buni qissasidan qiladimi? Yoki siz barcha xarajatni o'zingiz zimmangizga olib to'lab berasiz? Chunki kechirasiz-ku, siz 1947-yilda tug'ilgansiz. 79 yoshdasiz. Allaqachon pensiya, nafaqa yoshi o'tib ketdi sizda. 2007-yilda nafaqaga chiqqan bo'lishingiz kerak edi. 2007-yildan buyog'iga 19 yil mobaynida nafaqaga chiqib turib ishlab oylik olyapsiz. Ham nafaqa, ham oylik olyapsiz. Lekin ishlamaydigan, daromadi yo'q oilalar qayerdan oladi bu pulni? O'ylab ko'ring, bitta odamga 5 million to'g'ri kelsa, bir oilada 5 ta odam bo'lsa 25 million. 8 ta odam bo'lsa 40 million. Qayerdan oladi bu pulni bir oyda? Siz o'ylab ko'ryapsizmi? Yoki bu ham jarimaning yangi bir turimi sizningcha? Hurmatli Qudratilla Sagatovich Rafiqov, o'ylab ko'ring. Rahmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'lganda bu taklifda hayotda kirita olmasdingiz. Baraka topsinlar, umrlari uzoq bo'lsin muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich.
haq-huquq berdilar, erkinlik berdilar, ochiqlik berdilar. Endi bunga kulurdingizmi? Siz qayerda edingiz? 92-yil 1992-yil 2-iyulda gerbimiz qabul qilindi. O'shanda qayerda edingiz? Qayerda uxlab yotuvdingiz? Shu taklifingizni bermasdan. 3 xil, 4 xil namunadagi gerb bor edi. Mana hozir gerbimiz tasdiqlandi. Siz qayerda edingiz? Qanaqa g'aflatda edingiz siz? Siz o'sha vaqtda ishda bo'lgansiz. Nafaqada emas. 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan. Siz esa 2007-yil nafaqaga chiqgansiz va ishlab kelmoqdasiz. Balo bormi sizga? Nafaqadagi 80 yoshli odamga senatorda balo bormi? Borib damingizni oling. Agar bu narsaga aqlingiz yetmasa, yoshlarga o'rin bo'shatib bering. Nima mansab shunchalik zo'rmi, shirinmi sizga? Qo'ying yoshlar ishlasin. O'zi ko'p joyda nafaqaxo'rlar egallab oldi. Yoshlarga ish yo'q, oilalar ishsiz. Siz bu gerbni o'ylashdan ko'ra agar chin o'zbek farzandi, O'zbekistonning kelajagini o'ylaganingizda ishsizlikni oldini olishni o'ylardingiz. Ana unda sizga tan berardik. Bobo, nafaqada bo'lsalar ham xalq uchun yonib yashayaptilar. Hatto nafaqada dam olmayaptilar deb. O'zingiz uchun yashang, boring damingizni oling. Nima bor sizga senatorda? Ham oylik olasiz, ham pensiya olasiz. Pensiyangiz ham bo'lsa kerak bir 7-8 million. Oyligingiz ham bo'lsa kerak bir 30-40 million, adashmasam. Endi siz oylikni biz bilmaymiz-ku. Buncha pulni nima qilasiz? Bir kun tashlab ketasiz, olib keta olmaysiz o'sha go'ringizga. Ota bobomiz bekorga aytmagan ekan, yeb to'ymagan yalab to'ymas. Agar gaplarim sizga malol kelsa, 93lik 299 75 59 93lik 953 99 88 mening qo'l telefonim, shaxsiy qo'l telefonim. Bemalol telefon qilib e'tirozingizni bildiring. Men muhtaram prezidentimiz aytganlaridek chin yurakdan vatanimga, prezidentimga sodiq holda mana bunday chiqish qilaman, blogerlik qilaman. Meni qonun va muhtaram prezidentim himoya qiladi. Sizlar emas. Men muhtaram prezidentimizdan bitta narsani so'rab qolaman. Hurmatli Shavkat Miramonovich, sizdan iltimos. Otaxonimiz senator Qudratli Sagatovich Rafiqov yoshlari o'tib qolganligini inobatga olamiz. Ozgina charchabdilar shekilli. Gerbni almashtirishmoqchilar. Siz o'ylab ko'ring. Buning gerbning almashda qanchadan qancha xalq jabr chekadi. Bu masalani to'xtatishda, o'zimizning o'z gerbimiz qolishida hamda mana bu 60 yoshdan oshgan rahbarlarni bo'shatish to'g'risida qaror qabul qiling. Yoshlarimiz ishli bo'lsin. Ishsizlik kamaysin. Kambag'allarning qozoni qaynasin. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sizlardan iltimos, fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Tarqatingizlar, egallarga yetib borsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.